Bugun ta'lim sohasida yurtimizda keng ko'lamli yangiliklar, zamonaviy yondashuvlar va xalqaro hamkorliklar tobora mustahkamlanib bormoqda. Eng muhimi, ushbu islohotlar natijasida yoshlar uchun mutlaqo yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Shu jarayonning amaliy tasdig'i sifatida Renessans ta'lim universitetida Finlandiya ta'lim-tarbiya markazi bilan hamkorlikda Finlandiya ta'lim laboratoriyasi ish boshladi. Mavzuni muxbirimiz Dinora Rahimova davom ettiradi. Renessans ta'lim universitetida hozirda 34 ta yo'nalish hamda 5 ta magistratura yo'nalishi bo'yicha 12 mingdan ortiq talaba tahsil oladi. Bugungi kunda universitetda Koreya, Xitoy, Malayziya, Turkiya, Bolgariya kabi 15 dan ziyod davlatlar bilan professor-o'qituvchilar, talabalar almashinuvi, ilmiy tadqiqot ishlari hamkorlikda bajariladi. Shu bilan birga talabalarga yozgi va qishki maktablarni tashkil etish, xalqaro konferensiyalar o'tkazish, xalqaro grantlarda ishtirok etish bo'yicha hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Bundan tashqari universitet kundan kunga o'z nufuzini oshirib, ta'lim va ilm-fan sohasida xalqaro hamkorlik doirasini kengaytirib bormoqda. Yangi markazning ochilishi esa bu jarayonning navbatdagi muhim qadami bo'ldi. Har bir yangi markazning ochilishi bu shunchaki tadbir emas, balki yangi imkoniyatlar eshigining ochilishidir. Bugun Renessans ta'lim universitetida ham aynan shunday eshiklar ochilmoqda. Endilikda Renessans ta'lim universitetida Finlandiya ta'lim tajriba markazi bilan hamkorlikda Finlandiya ta'lim laboratoriya markazi rasman ish boshladi. Ushbu markaz talabalarga amaliy ko'nikmalar, zamonaviy texnologiyalar va global tajribaga yo'l ochib beradi. Shu bilan birga xalqaro amaliyotni o'zida mujassam etadi. Bu laboratoriyaning tashkil etilishi bizni Renessans ta'lim universitetimizda oliy ta'lim tizimi pedagoglari, oliy ta'lim o'quv yurtlari, demak talabalar uchun muhim manba bo'lib hisoblanadi, chunki bu yerda ular kerakli adabiyotlardan, eng so'nggi axborot texnologiyalari bilan jihozlangan texnologiyalardan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bunday laboratoriyalar turli yo'nalishlarda hamkorlik qilish imkonini beradi. Kelgusi yillarda eng qiziqarli jihatlaridan biri turli ta'lim tizimlari o'rtasida ilmiy tadqiqotlar olib borish, qanday o'zgarishlarni joriy etish mumkinligi va odamlarning bunga qanday munosabat bildirishini o'rganish bo'ladi. Menga bu yerning ko'rinishi juda yoqdi. Shu bilan birga Finlandiya ta'lim tizimini joriy etishda ham bir qator mulohazali jihatlar mavjud. Jumladan mentalitet va madaniyat o'rtasidagi farqlar, o'qituvchilarning tayyorgarlik darslari, infratuzilma va ta'lim muhitining farqi, baholash tizimi, ilmiy tadqiqot faoliyati bilan bog'liq muammolar. Bu mulohazalar esa Finlandiya ta'lim tizimini chuqur o'rganish va ilmga asoslangan holda mamlakatimiz ta'lim tizimiga joriy etish zaruratini ko'rsatib beradi. Mazkur laboratoriya markazi ham aynan mana shu zaruratga asoslangan holda barpo etildi.